Assalomu do'stlar. Bugun sizlar bilan writing tasdiqi bo'yicha dars ko'rishamiz. Safardagi. Xo'p, bunga ko'ra sizlar bilasizlar, sizlarga savol beriladi, discussion, muhokama savoli beriladi. Bu yerda boshida, ya'ni starter beriladi. Starter degani keraksiz narsa. Shunchaki har bitta savolni boshida bo'ladi. Aytyapti bu yerda, you are participating in an online discussion for language learners. The question is, ya'ni sizga kerakli bo'ladigan joyi bu yer hisoblanyapti. Bu yer shunchaki boshlang'ich qism hisoblanadi. Ya'ni siz discussion, ya'ni muhokamada qatnashyapsiz. Language learnerlar uchun savol esa mana bunaqa deb beryapti ekan. Endi buni qanday yozish kerak, hammasi ingrediyentlar haqida, writing tasdiqida qanday narsalardan foydalanish kerak, hammasini hozir o'rgatib chiqaman. Bunda asosan bilamiz, writing essaylarimizni 4 ta narsadan, 4 ta main ingrediyentdan tashkil topadi. Bular intro, introduction, ya'ni o'sha kirish qismi hisoblanadi. Kirish qismida bilamiz biz nima berishimiz kerak, uni materialda background sentence berishimiz kerak. Background sentence. Bu degani bilasizlar, umumiy gap. Masalan, topic nima haqida ketayotgan bo'lsa, masalan, bu yerda topic aytilyapti. Do you prefer staying in hotels or using home rentals like Airbnb when traveling? Ya'ni sayohat qilayotgan paytingizda hotellarda qolishni yaxshi ko'rasizmi yoki qandaydir bir uy rentallarda, qishloq uylarda qolgan yaxshimi, odamlar bilan, qishloq odamlari bilan deb savol beryapti degan. Endi umumiy ma'no sayohat qilish haqida kelib ketyapti. Bo'ldi, ma'noni topasizda background tennisga o'sha ma'noga oid bo'lgan, umumiy ma'noga oid bo'lgan bitta gap yozib qo'yasiz. Masalan, sayohat juda ham bir common bo'lib ketyapti odamlar orasida. Bo'ldi, mana shu ham sizga background sentence bo'ladi. Bu yerga endi your opinion, ya'ni nimangiz? Javobingiz. Javob berasiz-ku. Hop, biz masalan aytyapti, nimaga siz qaysi birini afzal ko'rasiz? Hotelda qolishdimi yoki o'sha qishloq uylarda, evlarda qolishni yaxshi ko'rasizmi degan savoliga mana shu yerda introductionda javob berib qo'yasiz. Masalan, aytishingiz mumkin, men hotelda qolishni yaxshi ko'raman, mana sabablarga ko'ra. Bo'ldi. O'sha sabablarni keyin badiiy yo'llarda yoritib ketaveradi. Endi badiiy 1 bo'lyapti. Badiiy ma'noda bilasizlar, va badiiy dunyoga o'taylik va introduction. Yeah, conclusion. Aytiladi, conclusion bilasizlar, bu o'zi xulosa degandan keyin bu restate degan narsa. Ya'ni bitta qaytarib aytib qo'yish. Badiiy ma'no bilan, mana bitta badiiy ma'no bilan badiiy tilda nimani yozgan bo'lsangiz, o'shani yengil bitta qaytarib aytib qo'yishingiz kerak hisoblanadi. Badiiy ma'no deganda hozir biz masalan yo'nalishingizga qarab, masalan, qaysi approachdan foydalanayotganingizga qarab, o'sha badiiy ma'noda va badiiy tilda bir narsalar yozasizlar. Masalan, hozir men hotelda yaxshi deydigan bo'lsam, hotelda yaxshi deganim uchun birinchi argumentni beraman. Sizlarga aytaman. Hop, first argument. Bu yerda esa nima? Ikkinchi argumentimiz. Argument. Ya'ni ikkinchi argumentimni badiiy tilda berib qo'yaman. Ya'ni hotelda yaxshi deb bitta ikkita argument berib qo'yaman. Endi zo'r tomoni bor. Mana shu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, badiiy ma'no boshlanishida hotelda yaxshi dedingiz. Lekin o'shani narki tomoni bo'ladi-yu, uylarda qolish. O'sha uylarda qolishda ozgina maqtab ketasiz. Masalan, the opposite idea. Opposite idea berib ketasiz. Shunday, masalan aytyapmiz, badiiy ma'noda boshlanishda masalan tan olish kerakki, Airbnblar, ya'ni o'sha qishloq uylarda turishlik mana bunaqa foydali olib keladi. Do'st orttira olasiz, u yerda gaplashasiz, shunaqa deysizda. Lekin bularga qaramasdan, hotellar mana bunaqa sababga ko'ra manaqa yaxshi tomonlari bor deb birinchi yaxshi tomonini aytasiz, badiiy tilda esa o'sha ikkinchi hotelning foydasini aytib berasizda, conclusionda shunchaki yengil bitta xulosa qo'yasiz. Qaralar, eng zo'r tomoni mana opposite ideani nima ham qilmaysiz. Introduction'da ham aytmay qo'yaverasiz, mana conclusion'da ham aytmay qo'yaverasiz. Chunki juda ham oson yo'lida practical olish. Endi boshlaydigan bo'lsak, sample yozib endi bir chekkadan ichidagi grammatika so'zlar, adad so'zlar yoki qandaydir ideyani qanday generate qilish kerak, hammasini sekin o'rganib ketaveramiz. Bu hozir aytib o'tganimdek, har qanday essay yozayotgan bo'lsangiz, essaylaringizda mashq qolipga qo'yib turib, bemalol siz bilaveradi mouth levelda. IELTS ham Xo'p, endi aytyapti, bizga savol berilyapti. Hotellarda qolishni yaxshi ko'rasizmi yoki home rentallarda, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik uylarida? Masalan, menga hotelda turgan yaxshiroq-da. Masalan, hotelda chunki bilasizlar nima bor? Kameralar bor. Bu degan o'g'irlik bo'lmaydi-da. Bir narsangizni o'g'irlatib qo'ymaysiz. Yoki yana room servislar bor. Xonangizni kimdir tozalab beradi, katta cho'milish zallar bo'ladi. Qishloq xo'jalikda turishni yaxshi tomoni esa nima bo'ladi? Odamlarni do'st orttira olasiz. O'sha culture bilan yaxshiroq immersion qila olasiz. O'sha culturega, madaniyatga. Bo'ldi. Masalan, endi boshida hozir aytganimdek introductionda nima yozishim kerak? Men background sentence yozishim kerak. Ya'ni umumiy mana shu mavzu bo'yicha tegishli bo'lgan bitta gap yozib qo'yishim kerak. Masalan, ma'no eng zo'r yo'li o'sha background sentence yozishning eng zo'r yo'li mana shu bitta qaraysiz. Ma'no nima haqida gap ketyapti? Sayohat haqidami? Hayvonotlar haqidami yoki qanday boshqa narsa haqidami? O'sha haqida bitta gap yozib qo'ysangiz bo'ldi, o'sha background sentence bo'lib ketaveradi.
Bu yerda ham masalan aytmoqchi bo'lsam, sayohat haqida gap ketyapti, o'shaning uchun aytishim mumkinmi? Traveling tak. Travel has been very common. Ya'ni traveling nima bo'lib ketdi? Very common bo'lib ketdi. Juda ham bir odatiy tus bo'lib qoldi. Xo'p, nima endi? Masalan aytishim mumkin, kimlar orasida? Among masalan people yoki individuals. Odamlar orasida sayohat qilish juda ham bir common holat bo'lib qoldi, ya'ni oddiy holat bo'lib qoldi in our modern society. Ya'ni bizning zamonaviy nimamizda, society'mizda, ya'ni jamiyatimizda deb turib aytyapmiz ekan. Bo'ldi. Mana shu sayohat haqida bitta yozib qo'ygan gapim mana bu holatga to'g'ri kelyapti. Background sentence'ga. Bunga hozir javob berishingiz shart emas yoki biror narsalar qilib o'tirmaysiz. Shunchaki sayohat haqida ekan savol, shuncha sayohat haqiga, sayohatga doir bo'lgan bitta gap yozib qo'yasiz. Endi metna endi in my opinion deb turib, meni fikrimcha deysizda savolga javob berasiz. Masalan aytishimiz mumkin, qaysi biri yaxshi? Hotel yaxshimi yoki o'sha staying airborne'larda qolgan yaxshimi deydigan bo'lsa, masalan aytdimmi, hotel yaxshiroq dedim. O'shaning uchun men aytaman, hotels masalan aytishim mumkin can offer, ya'ni taklif qila oladi, sizga bera oladi great benefitlar. Ya'ni nima degan benefit? Foyda. Ya'ni o'sha advantage'larni bera oladi deb turib aytyapmiz. Endi ko'rsatib beradigan bo'lsak, clearroq bo'lib birorta advantage'ni aytib o'tadigan bo'lsak, particularly ya'ni ayniqsa nima bo'yicha? In terms of masalan aytishim mumkin security, ya'ni xavfsizlik bo'yicha, ayniqsa xavfsizlik bo'yicha yaxshi benefitlarni beradi va and of conveniences, let's say conveniences, ya'ni qulayliklar bo'yicha deyapman. Shu joyi meni fikrim bo'lyapti. Mana shu unda SMdagi meni fikrim bo'lyapti degan. Xo'p, endi mana bitta in terms of turganmiz. In terms of degani hozir aytgandek bo'yicha degani. Bundan keyin verb ing yoki noun ishlatasiz, bir narsa bo'yicha degan. Ya'ni masalan aytishim mumkin, she has a lot of knowledge in terms of religion desam, uni din bo'yicha juda ham ko'p bilimi bor bo'ladi-da, ya'ni particular bilasizlar, ayniqsa degan. Xo'p, bo'ldi. Bitta o'qiydigan bo'lsak, masalan traveling has been very common among individuals in our society, in our modern society. Bizning zamonaviy jamiyatimizda nimaga zamonaviy deb mashhur urg'u berayotgan narsam nimaga? Bizning zamonaviy jamiyatimizda bu eski zamonda nimada sayohat qiladi? Kemalarda bo'lgan, endi hozir juda ham bir bo'lib ketdi-yu. Samolyotda ham sayohat qilsa bo'ladi, trenda ham sayohat qilsa bo'ladi. O'shaning uchun men hozir zamonaviyni qo'shib qo'yapman bu yerga. Va men o'zimda your opinion degan joyga o'zimni fikrim beryapman. Savolga javobda bu endi response. Endi aytdim boya nima dedim? Opposite idea haqida bitta maqta boraman, ash tomon, ya'ni badiiy ma'noda. Xo'p, aytishim mumkin bu yerga nima deb? Masalan aytishimiz mumkin, airborne'larni, home rentallarni yaxshi tomonini ozgina aytib olishimiz kerak-da. Buni aytib olishning eng zo'r yo'li boshlashga immediately bilan boshlashingiz. Ya'ni tan olishlik kerakki, deyshizda bitta narsani anosini aytasiz. Ya'ni foydasi, o'sha tanlamagan tomoningizni. Masalan aytdik, airborne'lar, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik uylarida turishlikda foydasi nima bo'lishi mumkin? Do'st orttirishda endi. Ana shu millatdan bo'lgan, madaniyatdan bo'lgan o'sha yaxshi insonlarni orttirib olish hisoblanadi. O'shaning uchun aytyapman. Tan olishlik kerakki, there are a lot of masalan aytishim mumkin plus points. Bams plus point nima degani? Ustun jihat. Ya'ni juda ham bir ko'p ustun jihatlari bor. Nimani? Of staying in aytishim mumkin home rentals. Ya'ni uylarda ijaraga turishlikda nimalari bor ekan? Juda ham ko'p plus pointlar, ustun jihatlar, ya'ni advantage'lari bor ekan deb aytib o'tib ketyapmiz. Endi o'shalardan biri deb turib, masalan aytishim mumkin, one of which o'sha ustun jihatlardan biri is aytamiz, masalan making friends, do'st orttirish from other cultures. Friends from other cultures. Bo'ldi. Bo'lamiz. Aytyapmiz ekan. Bu juda ham yaxshi yo'l, mana shu yo'l bilan o'tadigan bo'lsangiz, badiiy ma'nolarni zo'r developsiz bo'ladi, task response'dan ham yaxshi bolasangiz bo'ladi. Aytyapmiz. Tan olishlik kerakki, anaqa staying in home rental degani hozir aytdik tepada, o'sha qishloq uylarida turishlikda plus pointlari bor. Ya'ni o'sha odamlarda qishloq xo'jalikda uyda turishda yaxshi tomonlari bor, ko'p. O'sha yaxshi tomonlardan biri, mana shu zo'r grammatika ishlasiz bo'ladi. O'shalardan biri
deb turib is deysizda, o'sha bitta foydasini yozib qo'yasiz. Do'st orttirish, from other cultures, boshqa madaniyatlardan do'st orttirish deb turib aytyapmiz ekan. Endi bu yerga o'shani develop qilamiz. Mana shu ideyani jicha develop qilib turib, rivojlantirib qo'yishimiz kerak. Shunchaki mashg'ulotda qolib ketmaydi. Lekin mana shunga qaramasdan mana u deb yorib ketsangiz bo'laveradi. Lekin bu ideyasi yaxshi rivojlanmagan deb turib kambal qo'yib qo'yish ehtimoli juda ham yuqori. O'shanga endi bitta gap bilan support ham qilib qo'yish ham bo'laveradi. Aytaman endi. Natural way. Tabiiyki, when you stay, masalan aytishim mumkin, in completely houses. Ya'ni qaranglar. Aytyapmiz nima deyapmiz bu yerda? Agar siz completely strangers bo'ldi. Endi tabiiyki qachonki siz stay qiladigan bo'lsangiz, qoladigan bo'lsangiz, butunlay bir bunaqa stranger bo'lgan o'sha nima notanish bo'lgan odamning uyida qoladigan bo'lsangiz, hop, nima qilishingiz mumkin? Masalan, for some period ozgina vaqt qoladigan bo'lsangiz o'sha notanish odamning uyida, you may talk about with them. Ular bilan gaplashishingiz mumkin. On different matters. Ya'ni turli xil mavzularda ular bilan gaplashishingiz mumkin deb turib ko'rsatib beryapti. Mana o'zi shunaqa-ku, odam masalan stranger odamning uyida qoldingiz deylik, lekin siz o'sha yerda qolganingizdan keyin, ozgina vaqt qolganingizdan keyin, hop, ehtimolingiz bo'ladi u bilan gaplashishlikka har xil mavzularda. Hozir aytdim, on different matters degani har xil mavzularda. Yana o'sha mavzularni clearroq qilmoqchi bo'lsam, men yozaman ranging from degani dan tortibgacha bilasizlar, ranging from something to something. Ya'ni aytyapmiz, ranging from personal life, ya'ni shaxsiy hayotdan tortib to future ambitions, ya'ni kelajakdagi nimalargacha, ambition, maqsadlaringizgacha deb turib aytyapmiz yana. Hop, tak. Hop, mana buni o'rganib olinglar, ranging from something to something, ya'ni bitta narsadan tortib bitta narsagacha. Endi mana shu narsa bor-ku, tabiiyki u completely stranger odam deydi, ozgina qolganingizdan keyin gaplashasiz ekan, har xil mavzularda, o'sha shaxsiy hayotdan tortib kelajak maqsadlargacha bu narsalar nima qilib beradi? Do'stlik foyda qilib beradimi o'rtada? Aytaman endi buni ham. This can nima desak bo'ladi? This often leads to a lifetime friendship after a while. Hop, mana bu narsa, mana shu this degan narsa juda ham zo'r grammatika emas, umumiy polностью undan oldingi aytilgan gapni refer qiladi, o'zini ichiga oladi. Masalan, o'sha gaplashib o'tirishingiz, har xil mavzularda gaplashishingiz nima qilar ekan? Ko'pincha yetaklab borar ekan, a lifetime, butun umrlik do'stlikka after a while, ozgina vaqtdan keyin deb turib ko'rsatib beryapmiz. Bo'ldi, mana shu bilan narigi tomon bor. Sizga umuman aytmagan, conclusionda ham, hattoki introductionda ham aytmaydigan tomonni shuncha so'z bilan yoritib olyapsiz. Siz badiingizni ham rivojlantiryapsiz, qandaydir so'z yetishmay qoldi, bir nima bo'lib qoldi degan narsalar hech qanday bahona bo'lmaydi o'sha. Endi davom etadigan bo'lsak, narigi tomonga o'tamiz, endi o'zimiz tomonimizga-da. Hop, buni o'tishda endi bridge kerak bizga. Ya'ni bridge ko'prik. O'zingiz tomoniga birpasda bitta sakrab o'tolmaysiz. O'sha bunday ko'prik bilan yaxshi slightly, ya'ni flow bilan nima desa bo'ladi, oqim bilan o'tishlik uchun mana buni ishlasangiz bo'ladi. Despite these arguments above, ya'ni tepadagi shu argumentlarga qaramasdan degani, mana qaranglar, mana shu zo'r ibora. Mana bu tepadagi argumentlarda mana shu keltirdik-ku, narigi tomonni yoritdik. O'shalarga qaramasdan, hop, I feel that men shunga ishonamanki, bo'ldi, mana shundan keyin hotelda bitta foydasi mana bu deb turib o'shani yoritib beramiz. Keyin badiiy turimda ikkinchi foydasini olib beraman. Aytyapman mana. Men shunga ishonamanki, aytaman, nimadir? Masalan, hotels can have masalan higher this mana so'zdan bo'lgan masala bo'laveradi. H degani ustun jihat degani, bitta tomoni, burchak tomon degani, bilasizmi?
O'shanaqa ikkinchi tomoni esa o'sha ustun jihat degan. Masalan, men shunga ishonamanki, hotellarimiz can have both higher, ya'ni yuqoriroq ustun jihatlari, masalan, such as nimada? Such as shuni verib qo'yib qo'yasiz. Bundan oldin room service, ya'ni room service bo'ladi-ku. Xonangizni tozalab beradi, ovqatingizni xonangizga chopib beradi. Xuddi o'shanaqa servislar bor hotellarda. Keyin yana hattoki nimalari ham bo'ladi ba'zida. Even va hattoki huge swimming poollari ham bo'ladi-yu. Swimming pools pool. Aytyapmiz ekan. Tak. Hop. I feel that men shunga ishonamanki, hotellarimiz yuqoriroq nimalari bor, ustun jihatlari bor. Mana shunaqa, ya'ni hotel servis hayotida hattoki nimada juda ham ukam bo'lgan cho'milish zallari borligi. Bu narsa nima qilib beradi? Natijani ham yozib qo'yavering mana shu yerga. Natijada hop makes your journey, sizni sayohatingizni, siz o'zi sayohat qilgansiz, travelga chiqqansiz. O'sha journeyingizni, sayohatingizni nima qilib beradi deydigan bo'lsa, hop makes engaging, ya'ni qiziqarli va indelible qilib beradi. Indelible. Hop, bo'ldi. Indelible degan so'z bor. Siz bilmasligingiz mumkin, balkim buni ham nima degani bu? Memorable degan, ya'ni unforgettable, unutib bo'lmas, ya'ni o'sha xotirada qoladigan deydi-yu, endi o'zbekchada nimasi bo'ladi. Hop. Ya'ni memorablelarga sinonimda. Aytyapmiz ekan bu yerda, ko'rib turganingizdek, mana bunda bridge bilan o'tib olyapmiz, narigi tomonimizga, o'zimiz tomonimizga va hotellarimizda yaxshi tomonlari bor ekan, ya'ni edgelari, ustun jihatlari bor ekan, shu kabi. Va mana shu narsa, ya'ni natijada which bilan natija berish, thereby bilan natija berishlarni ham oldin o'rgatganman. Hop, natijada make something adjective. Bu ham zo'r narsa bu ham. Mana ko'ryapsizmi? Ya'ni bitta narsani biror narsa qiladi degan. Ya'ni sizni sayohatingizni nima qiladi? Engaging, qiziqarli va indelible qilib beradi, deyapmiz. Hop. Aytadigan bo'lsak yana nima qilishingiz mumkin? Hozir masalan bitta gap bilan tugatib qo'ymang, yana birorta gap bilan mana shu o'zimni ideyamni support qiladigan bo'lsam, aytishim mumkin. You may also can save time. Ya'ni save time degani vaqt asrab qolasiz. Ya'ni biror narsa uchun vaqt asrab qolishingiz mumkin. Nima uchun? For important tasks. Hop, bo'ldi. Ya'ni muhim tasklar uchun nima qilasiz ekan? Hop, tak. Vaqtingizni sarflay olasiz ekan, asrab qola olasiz ekan, chunki siz room service bo'lgandan keyin xonangizni o'zingiz yig'ishtirib o'tirmaysiz, ovqatingizni olib o'tirmaysiz. Boshqa muhim tasklaringiz qaysi tasklalar deydigan bo'lsa, o'sha aylanish yoki shu kabi narsalar uchun vaqtingizni sarflayverasiz ekan. Endi nimani yordam bilan? O'shani ham berib qo'ysak bo'ladi. With the help of tak. Hozir for a man conveniences. Conveniences. Typing WhatsApp. Hop, aytamiz. Yana bitta ham so'z mana shu tepada ta'kidlangan degan so'z. Ya'ni siz shuningdek vaqt asrab qola olasiz ekan, muhim tasklaringiz uchun nimani yordam bilan deydigan bo'lsa, o'sha tepada ta'kidlangan qulayliklarni yordami bilan deb ko'rsatib beryapmiz. Tepada qanaqa qulaylik deydigan bo'lsa, mana men tepada aytib o'tdim, room service bor, hattoki swimming poollari ham bor. O'shalarda yordam bilan siz boshqa muhim bo'lgan tasklalar uchun vaqt asrab qolaverasiz. Bo'ldi. Mana shu bilan biz birinchi badiyimizni tugatyapmiz. 100 bitta so'z bo'lyapti ekan va mana qaranglar, eng zo'r yo'li mana shu hisoblanadi. Writing yozdi. Endi eng zo'r yo'l, boshqa yo'l, zo'r yo'llar ham bor. Endi men uchun hop, narki tomonni ana introduction'ni ham aytmaysiz, conclusion'ni ham aytmay qo'yaverasiz. Xohlasangiz aytsangiz ham bo'ladi, lekin aytmasangiz o'zingizga osonroq bo'ladi. O'quvchilarga tushunishi mana shu osonroq bo'lgani uchun mana shuni o'rgataman ko'pincha. O'shani ozgina yoritib olasiz-da, o'zingiz tomonga mana bu bridge bilan o'tib olasiz. Agar sizga o'shanaqa savol berilgan bo'lsa, o'sha bridge bilan o'tib olib turib, o'zingiz tomon birinchi argumentni bu yoqda berasiz, ikkinchi argument endi mana hozir badiiy tilda yozib beraman. Ya'ni nima dedik? Ikkinchi argumentda security. Ya'ni nima degani? Sizlik. Hop. Badiiy tilga o'tadigan bo'lsak, buni boshlashingiz mumkin masalan, another upside degan bilamiz nima? Ustun jihat, advantage of hotels. Ya'ni hotellarning yana bitta nimasi? Tak. Upside yaxshi tomoni. Hop. Is that shuki men endi masalan s hotels bo'lyapti-yu, nimaga unda is qo'yyapsizmi deyotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda
uni urg'u, ya'ni shu gapda asosiysi o'zagi upside. Ya'ni hotellarni yana bitta ustun jihati shuki, hop ular nima? They 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 can provide you, sizni ta'minlab beradi with safe atmosphere. Ya'ni safe bo'lgan, xavfsiz bo'lgan atmosfera bilan ta'minlab beradi deyapmiz. Bilamiz, uni provide somebody with degan narsa bor, iboramiz. Bu ham zo'r narsa. O'sha kimdirni biror narsa bilan ta'minlab bermoq bo'lib turib keladi. Ya'ni sizni xavfsiz atmosfera bilan ta'minlab beradi. Nimaga? Endi yana bitta so'z. Over the course of your stay. Mana shu so'zni ham o'rganinglar. Over the course of nima edi? During, davomida degan ma'noni bildiradi. Ya'ni stay bo'lsa, qolishingiz, o'sha hotelda qolishingiz davomida sizga safe bo'lgan, ya'ni xavfsiz bo'lgan atmosfera bilan ta'minlab beradi. Qaranglar, biz bitta badini boshlayapmizmi, o'sha badini kirishga qilib olyapmiz. O'shanga oid bo'lgan bitta so'z bilan yozyapmiz. O'shani develop qilib ketamiz, rivojlantirib, uni nima desa bo'ladi? Qo'llab-quvvatlab o'sha ideani. Endi mana shuni yoritaman endi. Qanaqa safe bilan, nima qanday qilib turib safe bo'lishi mumkin hotellar deb turib examiner o'ylaydi, o'shani siz yozishingiz kerak. Nima aytmoqchim? To be more specific. Right? Ya'ni specific degani aniqroq degani, bilasizlar. Hop, to be more specific degani aniqroq bo'ladigan bo'lsa, endi masalan safe bo'ladi, safe atmosfera beradi dedim. Endi o'shani aniqroq bo'ladigan bo'lsa, hop, aytamiz. The rooms, ya'ni xonalar are equipped with CCTV cameras. CCTV kuzatuv kameralari bilan nima bo'lgan? Equipped with bo'lgan. Ya'ni o'sha jihozlangan. Metta hozir are equipped degan narsa nimaga bo'lyapti? Xona o'zini o'zi jihozlamaydi-ku. Ya'ni xonani kimdir tomonidan qilingan harakatlar ko'rsatganimiz to be verb ishlatamiz. Shuning uchun equipped with deb turib qo'yapmiz. CCTV kameralar bor, kuzatuv kameralari bor. Endi mana shuni ham buni qilamiz, develop qilamiz. And this va bu mana shu nima qilingani? This aytdim-ya, o'zidan oldin gapni polностью ichiga oladi, nima? Hop, mana shu CCTV kamera, kuzatuv kameralar bilan jihozlanganligi nima qilib beradi? Bu can help to avoid any kind of robbery. Robbery bilamiz nima? O'g'irligi. Ya'ni CCTV kameralari bilan ta'minlangan va bu yordam beradi avoid qilishlikka, ya'ni chetlashishlikka har qanday turdagi nimadan? Robberydan, ya'ni o'g'irlikdan deb turib, juda ham chiroyli qilib yoritib beryapmiz ekan. Endi yana uni qiladigan bo'lsak. Tak, robbery bo'lmasa-da, o'g'irlik bo'lmasa nima bo'ladi? Odamlar ishonch ortadimi? O'shani ham berib ketsangiz bo'ladi. While nima degani while? Yo'q, which ku natijada. While ya'ni paytida, bitta paytda o'zida hop increase oshiradi. Hop public trust for hotels. On hotels. Ya'ni aytyapmiz ekan. Bitta paytda o'zida increasing oshirib public trust, ya'ni ommaning ishonchini on hotels, hotellarga bo'lgan deb turib ko'rsatib beryapmiz ekan. Endi mana while'dan keyin ing ishlataveryapti-ku deydigan bo'lsangiz, bu nima qilaverasiz? Bemalol ishlataverasiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'sha paytida degan ma'noni bildiradi. Masalan, siz masalan before da ham masalan before bor. Xolis o'shani subject plus verb bo'lib ishlatsangiz bo'ladi. Agar ega bitta bo'ladigan bo'lsa, bemalol sizdan before dan keyin ing ishlataverasiz. Masalan, aytishingiz mumkin. Hop I read a book before going to bed. Desam ham to'g'ri. I read a book before I go to bed. Desam ham to'g'ri. Lekin men buni chiroyliligi masalan qarang. Bu bilan buni farqi bor-ku. Bundan chiroyli turibdi. Xuddi o'shaning uchun ega bitta bo'lgan paytlarda before while'lardan keyin ing qilib ishlatib ketsangiz hech qanaqa xato bo'lmaydi ekan. Endi aytgan mana bu going to bed ga zo'r sinonim bor. Hozir ko'rayotganlar bilan keyin ko'radiganlar bilib olishingiz mumkin. Head suck. Ya'ni bu ham uxlashga yotmoq degan ma'noni bildiradi. Bo'ldi. Bu tushunarli bo'lgan masa while'dan keyin ing berishlik. Endi yana davom etamiz. Public trust degani ommaviy ishonchni oshiradi hotellarga bo'lgan. Hop. Endi yana bitta narsa bor, zo'r bitta grammatika bor. If
It were not for. Nima degani edi bu? Marhumona? Bilasizmi? Yo'q. Bitta narsa bo'lmasa degan. Bundan keyin noun berasizda, o'sha narsa bo'lmasa, bunday bo'ladi deb turib aytyapmiz. Masalan, aytishim mumkin. Biz security sistema haqida gapirayotgandik, masalan, xavfsizlik sistemasi haqida. O'shani aytaylik. Masalan, security. Ya'ni o'sha xavfsizlik sistem bo'lmaydigan bo'lsa, hop, sistemasi bo'lmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bu yerga subject ishlatasizda, would verbni birinchi shaklini ishlatasiz. Bu degani, o'sha bir nima bo'lmasa, odamlar bunday qiladi, bir nima bo'lmasa, unday bo'ladi deb turib ishlatsangiz, juda ham chiroyli bo'ladi. Endi balkim hozir umuman ko'rmayotganlar, bu grammatikani ko'rmaganlar uchun bitta gap ham tuzib qo'yamiz. If it were not for my teacher, men o'qituvchim bo'lmaganda, I wouldn't, ya'ni nima qila olmasdim? Wouldn't get the certificate. Sertifikat ola olmagan bo'lardim. Tushunarlimi? Bir nima bo'lmaganda yoki kimdir bo'lmaganda bir nima qilmagan bo'lardim yoki qila olgan bo'lardim deb turib yetaverasizlar. Would yoki wouldn't bilan kelaveradi. Endi mana shuni inversion holati bor, bundan darajasi baland. Bu were it not for. Bir xil. Mana pastdagi bu yoq ham subject plus verb kelaveradi. Were it not for ishlatasiz, noun ishlatasiz yoki ing ishlatib turib subject plus would verbni birinchi shaklini ishlataverasiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Ha, bo'ldi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi buni davom etamiz. If it were not for security system, ya'ni hotellardagi security bo'lgan sistema bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni xavfsizlik sistemasi bo'lmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? More and more individuals, ya'ni ko'pdan ko'p odamlar, ya'ni more and more degani ko'p odamlar degani, ya'ni ko'p odamlar would have no choice, to mana bu narsa. Ya'ni have no choice but to degani bulardan keyin ham verb ishlatasiz. Bitta narsa qilishdan boshqa chorasi qolmaydi degan ma'noda ketaveradi. Xo'p. Aytishimiz mumkin. Nimadan boshqa chorasi qolmaydi? Hotellarda hotellarda anaqa security sistem bo'lmaydigan bo'lsa. Stay in airplanes is parallel. Qani o'rdyaptim? Xo'p, aytyapmiz ekan. Security xavfsizlik sistemasi bo'lmaydigan bo'lsa, ko'pdan ko'p odamlar, ya'ni ko'p odamlarni nimadan boshqa iloji qolmaydi? Airplanelarda, ya'ni home rentallarda odamlarning uyda qolishdan boshqa iloji qolmaydi. Xo'p, natijada zerpay nima bo'ladi? Odamlar uyda qoladigan bo'lsa, ba'zida o'g'irlik bo'ladi. O'shanga o'sha securityga oid bo'lgan, xavfsizlikka oid bo'lgan, o'g'irlikka oid bo'lgan narsalarni yozib qo'yamiz. Bu batida. Zerpay housing aytishim mumkin. Some issues related to what's it? Issues. Safety. Yani, nima degan? Dedik bitta causing some problems related to. Aytamiz ekan. Mana to'g'ridan oladigan bo'lsak, bu gapimizda agar o'sha sistema security sistemasi bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni xavfsizlik sistemasi bo'lmaydigan bo'lsa, odamlardan nima qolmaydi ekan? Airplane, ya'ni odamlarning uyda qolishdan boshqa narsa bo'lmay qolar ekan, ya'ni yo'l qolmaydi ekan. Have no choice but to degan bitta narsadan boshqa yo'l qolmaslik, mana shu narsadan qilishdan boshqa chorasi qolmaslikda. Va natijada ularda turgandan keyin sabab bo'ladi ba'zi issuelarga, ya'ni muammolarga nimaga bog'liq bo'lgan deydigan bo'lsangiz, safety, xavfsizlikka doir bo'lgan deyapmiz-da. Xo'p, men mana buni causingni ham вообще inflicting qilib qo'yaman. Nima bo'ladi bu? Inflicting degani sabab bo'lmoqda, inflict. Juda ham advanced bo'lgan. Cause'ga sinonim. Rus. Hop. Qarang, bitta gapni o'zini siz o'rgatgan narsangiz. Hop, if it were not for, bitta grammatik ketyapti. More and more. Bu ham bir o'zingiz bilaveradi. Hop, have no choice but to. Bu ham вообще grammatika C1 level desa ham bo'lsa kerak menimcha. Have no choice but to degan bir nima qilishdan boshqa chorasi qolmaslik. Zerba вообще go'zal. O'ta go'zal grammatika mana shu o'sha grammatikani go'zal qilib beradi, chiroylashtirib beradi essaylaringizda. Natijada inflecting sabab bo'lib, cause sinonim bo'ladi dedim. Nima dedim? Sabab bo'lmoq. Related buni bilsangiz kerak. Bu shunchaki anaqa bir nimaga bog'liq bo'lgan.
Xo'p, shu bilan nima bo'ldi? Mana shu badiy ham tugayapti ekan. Ikkinchi badiy. Security, ya'ni hotellardagi security yaxshi tomon degan badiy ham yakunlandi. Endi in summary, xulosa. Xulosa qiladigan bo'lsak, xulosaning eng zo'rini beraman sizga. Qaranglar. Xulosa, summary hotels can bring a number of masalan advantages. Mana aytyapmiz ekan. Endi aytyapmiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, hotellarimiz buning olib kela oladi, ya'ni bera oladi. A number of bo'lgan, ya'ni bir nechta ko'plab bo'lgan advantage, ustunliklarni. Xo'p, qanaqa deydigan bo'lsa, o'shalarni yozib qo'yamiz. Such as mana shu yozib qo'yish mumkin. Like security and nima? Conveniences. Bo'ldi. For all people. Bo'ldi. Xulosa mashg'ulot tugadi degan. Mashg'ulot yozib qo'ysam xato bo'lmaydi. Narigi masalan hozir baribir metdan aytdik-ku, narigi tomonda o'zimiz tanlamagan tomonda aytdik, lekin o'shani aytmasdan ham, ya'ni xulosada ham introduktionda ham mana o'zim tanlamagan tomonda aytmadim. Lekin badivanda o'rtasida yoritib ketyapman o'sha tomonimni. Xulosa qiladigan bo'lsak, hotellarimiz olib kela oladi bizga, ya'ni bera oladi yaxshi tomonlarni, ya'ni advantage'larni, ustun jihatlarni qaysi kabi deydigan bo'lsa, security yoki conveniences for all people. Hammaga qulaylik va o'sha xavfsizlik kabi deb turib yoritib beryapmiz ekan bunda. So'zlarimiz 216 ta bo'lyapti ekan. Maksimalni o'zi nechta yozish kerak edi? 200 ta, ya'ni 180 ta 200 tagacha. 10, 15 ta, 20 ta, jabr 30 tagacha ham o'tib ketsa, aytalaringiz tasdiqlaysiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar yaxshilab eshitib, grammatik xatolarsiz yozadigan bo'lsangiz. Xo'p, rahmat.